Bugun biz Buxoro davlat universiteti Tarix va yuridik fakulteti yurisprudensiya yo'nalishi talabalari Ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi Jasorat muzeyiga tashrif buyurdik. Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Jasorat muzeyi 1997-yilda tashkil topgan bo'lib, ushbu muzeyda 5000 dan ortiq eksponat mavjud. 3000 dan ortiq eksponat hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi litseyida Jasorat muzeyida joylashtirilgan. 2000 dan ortiq eksponat esa fondda saqlanib kelinmoqda. Muzeyning birinchi qismi Buxoro amirligi davri tarixiy yodgorliklarini o'z ichiga oladi. Biroq Xalq Sovet Respublikasining birinchi prezidenti Fazlullo Xo'jayev va Buxoro militsiyasining tashkil topishi. Siz quyidagilarda Zarafshon okrugi militsiya xodimlarining tarixiy fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Muzeyimizning yana boshqa qismlarida esa biz bu yerda Buxoro militsiyasining 1930-yillardagi fotosuratlari. Muzeyning ushbu qismi 1991-yildan toki 2016-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov va u kishining o'z qo'llari bilan yozgan asarlari. Ushbu eksponatda 1999-yil 16-fevralda Toshkent voqealari, Sariosiyo va Uzun tumanidagi voqealar, ichki ishlar organlarining faxriy xodimlarining xotira abadiy qadr muqaddas deb atalgan alohida bir burchagi hamda Buxoro viloyatining o'zida bo'lgan tarixiy lekin ayanchli bo'lgan Romitan hamda Kogon shahridagi portlashlar tasvirlangan. Muzeyimizning bu qismida 2016-yildan keyingi bo'layotgan ichki ishlar organlarida olib borilayotgan lavhalar. Muzeyimizning 4-qismida joylashgan bu eksponatimiz alohida vazifalarni bajaruvchi maxsus otryadning kiyim hisoblanadi. Ushbu lavhada mustaqillik davrida ichki ishlar organlarida xizmat qilgan, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan xodimlarning rasmlari qo'yilgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'biridan aytganda, agar davlat tayanadigan eng asosiy ustun qonun bo'lsa, uning faoliyatini amalda ko'rsatib beradigan kuch bu ichki ishlar sohasidir. Quyida esa siz ichki ishlar organlari vazirlari hamda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshliqlarini ko'rishingiz mumkin. Bu kitobda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi Jasorat muzeyiga tashrif buyurgan faxriy insonlar qayd etilgan. Tashrif so'ngida yuragimda faxr tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu buyuk tarix, bu buyuk meros bizniki.